Bo'pti xotin, men ketdim. Janob merni yoniga borib kelishim kerak. Bitta quchoqlab qo'y. Bo'pti o'tir qarich uyda, men ketdim. Janob mer qanaqa ish buyurarkan, o'zi ham har kuni ish buyuradi. Bugungi tembol yomon ish buyursa kerak, chunki bugun yakshanba. Bu yakshanba bo'lsa, uyimni buzib qaytadan qurib ber demasa bo'lgani. Dadam menga shunaqa ish buyurardilar. Har yakshanba biz uyni buzib qaytadan qurardik. Taq. Janob mer eshitmaydi-yu baribir. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom. Ha, Jo'xa, keldingmi? Yo'q, kelganim yo'q, uyimda o'tiribman xotinimning oldida. O'tiraverasanmi? To'g'ri ishla, davay, ishni ko'rish kerak. Shu ishni ko'rish uchun oldingizga keldim. Qanaqa ish bor degandingiz? Qarashtak, bizning qishlog'imizga omborxona bor edi, esimdami? Esimda, ichida hech narsa yo'q, lekin omborxona. O'shani to'ldirish kerak. Qanday to'ldiray uni men? Qarochi narsalar kelgan, oldiga qarachi. Oho, buncha narsa. O'sha narsalarni qarashtak kiritish kerak. Yomon uyqum kelyapti. Uyqusiz kelsa kekrasizmi? Kekirdimmi? Men esladim deb o'ylabman. Kallangiz joyidami siz janob mer? Ha, joyida, xavotir olma. Bo'pti, mayli, hozir borib unda joylashtiraman narsalarni. Mayli. Siz cho'ta yomon narsa yeganmiz deyman, janob mer. Yo'q, unaqa yomon narsa yeganim yo'q. Bo'pti, men ketdim unda. Tak, hozir borib bu narsalarni omborxonaga kiritishim kerak, lekin qiyinga o'xshayapti, juda qiyinga o'xshayapti. Mayli, hozir kiritamiz. Tak, omborxonamiz ham eski, juda eski, avvaldan qurilgan, lekin ichi top-toza ko'ryapsizlarmi? Chunki ichiga hech narsa solib ko'rilmaganda, solinganda chang bo'lishi mumkin edi yoki eshik ochilganda, shamol bo'lganda ichkariga chang kiradi, lekin eshik ham ochilmagan hattoki. Tak, bular qanday ko'tarsam bo'ladi? Bir amallab, okey, bitta ko'tarib kiritmasam bo'ladi og'irda, chunki. Tak, hozir asta kiritish kerak, chunki agar tushib ketsa sinishi mumkin. Bu yog'ochdan tayyorlangan, lekin sinadim yo'g'im bilmadim. Tak, endi mabodo sinib qolsa deyman-da. Tak, ana endi keyingisiga o'tamiz. Ikkinchisi, bu ham ustiga chiqib ketyapti. Namcha bular g'alati, aylana korobkami, bilmayman, bochka, esimga tushdi bochka. Bu bochkalarning ichiga menimcha meva sabzavotlar solib qo'yilsa kerak yoki boshqa narsalar solib qo'yilishi ham mumkin yoki suvga o'xshash narsalar solib qo'yilishi ham mumkin. Asalmi yoki sutmi, shunday narsalar ham solib qo'yilishi mumkin. Tak, ana endi men yashiklarni olib kirish kerak. Bular ham anchagina og'ir ekan. Bularni men shu burchakdan boshlab taxlab boshlayman. Mana kay. Tak, endi nimaga o'tirib yurayapman? Mayli, mana buni ham olamiz. Bu og'ir ekanda, men yashiklar ichida hech narsa yo'q bo'lsa ham og'ir, lekin sababini aytaymi. Bu xo'l daraxtdan yasalgan. O'shaning uchun ham og'ir bo'lib tuyulaveradi. Quruq daraxtdan yasalganda edi. Bunaqa og'ir bo'lmasdi. Bemalol bir kishi bir qo'lda ham ko'tarsa bo'ladigan darajadagi yengil bo'lardi. Hozir vobshe og'ir ekan. Xo'p, mana uni ustiga qo'yayimmikan yo boshqa joyga qo'yayimmikan? Tak, men bu yerga qo'yib qo'yaman. Sababi bunday keladi, men bu yer ustiga qo'yadigan bo'lsam, men uni ochilmaydi hech kim, men ostagini. O'shanda men shunaqa shu yerda turgani yaxshi. Tak, bu uchdan mana shu yerga o'rnataman, takoy qilib. Xo'p, olamiz. Tak, buni ham olamiz, buni ham olamiz. Ya'ni men olaman, sizlar qarab turasizlar. Xo'p, ana endi bu yerga o'rnatib chiqaman bular hammasini. Bu nimaga 3 xil rangda bilasizlarmi? Tak, birinchisiga toza suv solib qo'yiladi. Bu toza suv kerak bo'ladi. Ikkinchisiga yashil narsalar, ya'ni qanaqa yashil? Qaysidir jetel yaramas nimandir boshladi. Men uyini portlatib yubordim. Nima qildi? Voy jetel, qaysing ovoz chiqaryapsan, xo'y. Bo'ldi, menimcha tugadi shekilli. Tak, yashilga o'simliklar solib qo'yiladi. Bodring, xullas yashil narsalar solinadi. Unga sabzi, shunaqa pomidor, qizil narsalar solinadi. Ya'ni qizil sariq aralash. Xullas mana shu bo'ldi, yopib qo'yamiz. Bu endi shu yana algacha ochilmaydimi, bilmayman, qachongacha ochilmaydi, hayronman. Mayli, bo'pti. Men shu jetelni uydan chiqdim. Voy jetel, uyingdan qanaydir ovozlar chiqaryapsan? Yo'q, men chiqazganim yo'q. Qanday chiqadi? Kim chiqazdi bo'lmasa? Bilmadim. Bo'pti, mayli. Sen bo'lmasang qaradi, yaxshi. Tak, janob merga aytaman endi. Bu yana chiqyapti shu ovoz. Qayerdan kelyapti ekan? Qaysiga ovoz chiqazyapsan, Bilmam qaysi chiqazayotganini. Janob mer, ishni tugatdim. Bo'pti. Qarashdak pul bor. Birinchi seftichda o'shanda bir stak ol. Bir stakmi shu qilgan ishim uchun? Kammi? Yo'q, kam emas, ko'p demoqchi edim, mayli. Tak, bo'pti janob mer, unda men ketdim, rahmat. Arzimaydi, bo'pti, bor tezroq. Mayli, yo'q, dahshat. Endi borib xotin bilan choy ichib o'tiramiz. Menimcha choy damlab qo'y deganim, damlab qo'ygan bo'lsa kerak. Do'kondan u bu narsa olib ketsam. Assalomu alaykum, brat. Va alaykum assalom. Jo'xa, qalaysan? Yaxshi, o'zim yaxshimisiz? Bo'ladi, nima gap? Tak, menga bir ikkita narsalar kerak. Yangi narsalar kelibdimi do'koningizga? Shunaqa. Nima kerak? Tak, hozir
Ha, topib olayda. Obbo, qandaydir ovoz chiqyapti, eshityapsizmi? Ha, eshityapman, nima qilay? Buni yo'qotish kerak. Karostak, go'sht topib olaman 1-2 ta. Ja, bunaqa 64 ta emas. Tak, ya 1 2 3 4 5 ta olsam yetsa kerak. Qolganini joyiga qo'yaman. Sizga qancha pul beray 5 ta nima edi? Go'sht uchun. $5 berasan-da, qancha berarding? Ha, to'g'ri, aytgancha $5. Tak, mana o'sha kassangizga tashab qo'ydim. Bo'pti, mayli, kep tur. Yo, kompyuter olibsizmi, brat? Ha, oldim. Qalay ekan? Chotki normal ishlatib ko'rmasam bilmayman qanaqaligini. Tak, biz yo'lni qisqartirib o'tamiz, ya'ni man qisqartirib o'taman. Tak, hozir borib xotinga aytamiz, tushunmadim. Xotinim kim bilan gaplashib o'tiribdi? Bu kim bo'ldi? Tushunmadim. Qanaqadir erkak? Bo'tda xotinim bilan. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Kim bo'ldi ekan bu? Hozir borib janob merga nimaga aytaman? Axir bu yerda nima qilyapti tushunmayapman. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Hozir xotinimga telefon qilay. Tak, telefon. Telefon ishlamayapti. Tushunmadim. Kim bo'ldi ekan bu? Qayoqdan paydo bo'lib qoldi bu? Qanaqa erkak edi bu? Tushunmayapman. Gaplashib o'tiribdi hali ham. Yo'q, kim bo'ldi? Kim? Nahotki xiyonat qilyapti? Yo'q, qanaqa xiyonat qilishi mumkin? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Janob merga aytib beraman yaxshisi. Chunki janob mer biladi. Yo'q, janob merga aytmayman. Janob merga aytsam sharmanda-ku. Nima qilsam ekan? U kim edi? Kim bilan gaplashib o'tiribdi ekan? Hozir bilishim kerak qanday qilib bo'lsa ham. Yaxshisi borib so'raymikan kim bu deb. Yo'q, borib so'rasam men g'alatida, lekin kutib turaman, balki eshikka chiqsa keyin ko'raman kimligini. Yaxshi, endi kutib turaman, qachon chiqarkin bular? Chiqishini kutaymikan yo o'zim boraymikan? Ana chiqdi shekilli bular. Hoy, yaramas, kimsan? Menga qara, hoy. Nima deganing bu? Hoy, kimsan? Nima meni xotinimning oldida o'tiribsan? Hoy, yaramas, ablah. Sen aralashma xotin, jim tur. Hozir mendan ko'radi yaramas. Yaramas. Hozir seni men hozir uchirib yuboraman, yaramas, ablah. Sen hali xotinimning oldida o'tirasanmi? Tentakmisan? Men xotiningning akasiman-ku. Akasi? Nima xotinim? Bilayapti nima deb akangligini nimaga aytmading, voy jinni? To'xta, qayoqqa ketyapsan? Endi bu ham arazladi. Nima qilaman? Ikkalasi ham arazlab qoldi. Mayli, hozir ortidan xonani chekiraychi. To'xta, qayoqqa ketyapsan, voy xotin? To'xta, nima sen mendan arazladingmi, voy? To'xta. Ichkari kirib bo'lgan ekanman. Nima bo'ldi? Nima arazlaysan? Aytish kerak edi akangligini. Bilmasdan urib yoribman. Aytmasang qanday bilaman akangligini, voy jinni? Nima arazlayapsan, voy? Arazlama, nimaga sen uryapman? Qarochi, nimaga arazlayapsan? Arazlama, tushunyapsanmi, voy? Aytishing kerak edi akam keldi deb. Men akang emas deb o'ylabman uni. Tushundim. Ko'rdim, polz o'sib ketgan. Bu toz bor, polz tozalayman unda. Sen xafa bo'lma unda. Asabingni joyiga keltirib ol. Asabi chiqdi dedimi? Urraymi-kan kirib. Mayli, urmayman. Damini olsin. Keyin yo'q, nima ko'rishim kerak? Axir akasi ekan-ku. Lekin jahlim juda ham chiqdi, ko'rdinglarmi? U akasi ekanligini aytib qo'yganda men hech narsa demasdim. U akasiligini aytmagan. Aytgancha go'sht olib kelgandim do'kondan. Shu narsalarni xolodilnikka solib qo'yayin. Go'sht ham ko'payib ketibdi, mayli. Hech narsa qilmaydi, ko'p narsani zarari yo'q. Mana bu yerga pulimni qo'yib qo'yayin. Ketmonni joyiga emas, buni pastga qo'yib qo'ysam ham bo'ladi. Tak, hozir nima edi? Mana bu narsalarning nomi polzekinlarni yig'ishtiraman, borib janob merga topshiraman, chunki o'sha ko'ryapsizlarmi qancha hosil pishgan. Anchagina hosil pishib ketgan. Bularni tez yig'ishtiraman, borib janob merga beraman, keyin esa pullarni beradi janob mer, ya'ni soliq sifatida o'simliklar to'lansa, janob mer bizga oylik beradi. Ya'ni mana bu hosillar soliq sifatida to'lansa, bizga oylik sifatida janob mer pul beradi. Tushunyapsizlarmi nima deyotganimni? O'zim ham unchalik tushunmayapman, chunki o'sha asabim buzildi-da, ko'ryapsizlarmi? Yomon asabimni buzib tashladi. Qayoqqa? Oshxonadamikan? Oshxonada bo'lsa kerak. Xo'p, ana endi bu narsalar qaytadan ekib chiqishim kerak, ya'ni bular qayta hosil berishi uchun daraxtgacha olib borish kerak, adashmasam. Daraxtgacha olib borib o'tirmayman, chunki kartoshka ko'proq hosil berishi kerak. Kartoshkadan ko'proq ekib tashlayman. Endi bu tomoniga sabzi ekamiz. Okey, juda ham chotki. Menimcha bo'lib qolsa kerak, menimcha shu hosillarni o'zi. Ana endi janob merni yoniga qarab, let's go. Bor janob merga bo'lgan voqeani aytsam, men so'kib tashlasa kerak janob mer. Nimaga urding? U akasi bo'lsa asabi chiqqandir xotiningda, tuda deb tashlaydi. Do'konni yozib olg'alay chiqqan ko'rasizlar, men yozganman. Sababini aytaymi, nimaga men yozganman? Pul bergandan keyin yozaman-da, tekin ish qilmayman. Pul bergan yozib ber degan. Mana qishlog'imizning eshigi. Naryoqda nimadir bormi deb so'raganlarga, nimadir bor narsa u yoqda ham. Tak janob mer yoniga kirayinchi endi. Janob mer, hoy janob mer. Nima baqir-chaqir? Uyingda qandaydir g'alati ovozlar eshitilayotgandi. Keliningizni, ya'ni xotinimda akasi kelgan ekan. Akasi kelsa urasanmi, tentak?
Qayerdan bildingiz urganimni? Jetellar kelib aytdi, Jo'xa birov bilan urushyapti dedi. Voy yaramas yetellar. Bular ham yomon sotqinda. Hamma narsani kelib aytaveradi sizga. Aytadi, tentak aytmaganda yomon bo'lardi. Axir sen uni o'ldirib qo'yganingda bormi? Yo'q, o'ldirib qo'yib qayerdan o'ldirib qo'yaman? Unchalik o'ldirib qo'yadigan darajada kuchli emasman. Yo'q, sen anchagina kuchlisan, men kuchingni ko'rganman. Qanday ko'rdingiz? Urushgan payting ko'rdim-da. Ha, tushunarli. Men soliqlarni olib kelgan edim, poliz ekinlarni to'g'rirog'i. Ha, bo'pti, pulingni olib ketaver. Ish yo'qmi menga, chunki juda ham zerikyapman, to'g'ri, janob mer, to'g'risi. O'sha urushni ham zerikkanimdan qildim o'zi. Jinimsan, odam zerikadi hamma. Xotining borib gaplashib o'tir. Yo'q, to'g'risi zerikib ketyapman baribir, nima qilishni bilmayapman. Unda obunachilardan so'ra. Obunachilar davayt kommentariy yozib qoldiringlar, nima qilsam bo'ladi, juda ham zerikyapman. Bu uyimni borib buzib qaytadan quraymikan? Meni uyimni buzib qurib ber. Yo'q, janob mer, sizni uyingiz juda ham oson ekan, sizni uyingiz meni uyimga qaraganda. Yo'q, unaqa ishlar kerak emas, chunki ernayapman hamda. Ham ernayapsan, ham zerikayapsanmi? Ha, ikkitasi birda. Unda borib yotgin, hech narsa qilma. Ha, bo'pti janob mer, mayli, sizga ham aytganim befoyda ekan. Nima qilsam ekan? Do'konchi biratanga borsam qanaqadir ish bermasmikan? Yaxshisi qishloqda aylanaman. 100-qishloqqa kelmaganimga manchibat bo'lib ketgandi. O janob merning xotini uyda o'tiribdi. Tak, nima qilsam ekan? Mashinasi janob merda joyda turibdi. Qani, uyiga yangi mebellar olibdimi? Yangi kechirasiz, bilmasdan kirib qolibman. Mayli, uzr. Bilib kirdim o'zi nagli. Kofe ochilibdi bu yerda. Oldin ham borib sozlanibdi, to'g'ri, buzilib yotgandi. Brat, qalaysiz? Jo'xa, tinchmisan? Bo'ladi, rahmat, o'zim yaxshimisiz? Bo'ladi. Qalay, do'konni yangiladim, ya'ni kofeni. Zo'r, yangi apparatlar. Shunaqa, zo'rmi? Chotki, nima bularning ichida hech narsa yo'q. Hali endi qo'yaman-da, tentak. To'g'ri, bo'pti, mayli, kechirasiz, men chiqib ketay tezroq. Tak, bu tomonlarda, mana bu yerda yangicha asfalt qilinibdimi? Bunaqa tushadigan yangicha asfalt, yaxshi, juda ham yaxshi. Xo'p, yana nima bor qishloqda o'zgargan? Menimcha hech narsa o'zgarmagan. Bu jetelda uyida o'zgarish bormikan? Ko'ramiz hozir. Hech qanaqa o'zgarish yo'q. Balki keyinchalik o'zgartirar yoki o'zgartirmas yoki o'zi yashamaydi. Mana shu uy bilan mana bu keyin yana bitta uy bor pastda. Mana bu 3 ta uyda hech qanaqa jetel yashamaydi. Hayronman, nimaga bular bu yerda yashamaydi? Qishloqdan surib olganmi shaharga yoki boshqa narsani bilmayman. Bu yerda esa shaxta. Qalaysan jetel? Yaxshi. Nima qilyapsan bu yerda panada? Men haliga nima edi, hozir sigaretimni yashirib olay. Nima? Sigaret chekyapsanmi? Yo'q, prosta. Sen hali shoshmay turib borib otangga aytib beraman sigaret chekayotganini, tushundingmi? Iltimos aytma. Boshqa chekmasang aytaman, baribir aytar ekanman, ketdim. Aytma, iltimos. Yo'q, aytaman, chunki yomon ish qilmaslik kerak. Yomon ish qilgan bo'lsang, demak sen yomon ish qilgan bo'lasan. Tak, jetel otasi qayerda edi bu jetelda? Hozir otasini topib aytib bermasam bo'lmaydi. Mana shu oq kiyimli brat bo'lsa kerak otasi. Hoy brat, qarab oring. Nima gap, nima deysan, Jo'xa? O'g'lingiz bor edi-yu. Qaysi o'g'lim? U nechta o'g'lingiz bor o'zi? 3 ta. Bilmadim, bitta mana bunga o'xshaydigani. Shunga o'xshaydiganimi? Shunaqa bo'lsa kerak. U katta o'g'lim. Yo, unda bu emas ekan. Ana u naryoqdagi jetel bu. Oldida qarochi qora fartugi bor. U o'rtancha o'g'lim. O'sha sigaret chekib o'tiribdi. Bilaman sigaret chekishini. Bilasizmi? Bilaman. Undagi shuni aytmoqchi edim-da. Sigaret chekishini bilaman-da, lekin nos cheksa sog'omon qo'ymayman. Unda nos chekib o'tiribdi unda. Qani, u qayerda chekyapti? Ana u shaxtaning ichida chekyapti. Bu tozmendan ko'radi. Nos chekar ekan mana uni o'g'li. Toshot, unga toshot. Mayli, tosh otib turinglar, men ketdim, qarochi. Bular endi g'iybat qiladi, bir-biri bilan urushadi, so'kishadi. Yaxshisi borib uyimda o'tirayin tinchgina.